Ertalab meni uyg'otadigan alohida xodimim bor, dedi mashhur aktrisa va bloger Zebo. Aktrisa va bloger Zebo Rahimova Daraxtchi YouTube kanaliga bergan intervyusida hayotidagi qiziqarli faktlarni ochib berdi. U aslida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida aktyorlik yo'nalishida o'qiganini aytdi. Ammo bir blogerni ko'rib, ichida havas va hatto hasad uyg'onganini tan oldi. Aynan shu his uni blogerlikka o'tishga undagan. Natijada esa qisqa vaqt ichida 10 minglab obunachilar yig'ishga erishgan. Shaxsiy hayot haqida gapirar ekan Zebo Rahimova juda erta 12 yoshida birinchi sovchi kelganini ham aytdi. Keyinchalik esa muhim qarorlarni o'zi qabul qilishini ta'kidladi. Eng ko'p muhokama bo'lgan gap esa boshqacha bo'ldi. U har kuni ertalab kelib uni uyg'otib ketadigan alohida xodim olganini aytdi. Sababi oddiy, uyqusi juda qattiq. Qizig'i, bu xodim aslida o'zining kelinoyisi bo'lib, unga yordam berish maqsadida shunday yo'l tutganini tushuntirdi. Bugun esa Zebo Rahimova bir nechta blog yuritmoqda va yana yangi sahifa ochishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi.